Nega barq tikkaningizda dazmol qilsangiz, dazmol choklari oqarib qoladi? Bugun sizga matolar ichida eng injiq bo'lgan barqit matosini qanaqa qilib oqartirmasdan bittada o'xshatib dazmol qilish sirini ko'rsatib beraman. Videoni oxirigacha ko'ring va o'rganib oling. Buning uchun barqitni aynan shu o'zini kusogidan ortib qolgan keraksiz kusogini to'shab oling va dazmol qilishingiz kerak bo'ladigan joyini esa xuddi men ko'rsatganimdek o'ngini o'ngiga qilib to'shab oling. Yaxshilab joylab olganingizdan keyin bularni pati bir-biriga mana shunday kiradi. O'shani hisobiga dazmolingizda oqarish paydo bo'lmaydi. O'shanda ham dazmol qilguningizcha qattiq bosib emas, ozgina sekin-sekin bosib oling. Mana ko'rsataman sizga, hech qanaqa oqarish paydo bo'lmadi. Mana sizga rezultat ko'rishingiz mumkin. Dazmoli zo'r chiqdi, ammo lekin umuman oqarib qolgani yo'q. Ikkovlanadigan tarafini ham, ikkovlanmaydigan tarafini ham ko'rsatib o'taman. Hech qanaqa oqarish bo'lmadi. Xuddi shu usulda bemalol dazmol qilishingiz mumkin. Shu kabi kerakli mavzularni va foydali videolarni ko'rish xohlasangiz, Telegram kanalimga o'tib oling va bundan eng zo'r kerakli mavzularni o'rganib olasiz.